Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz biznesni tadqiq etish usullari fanidan birinchi mavzu bo'yicha biznesni tadqiq etish usullari fani predmeti va vazifalari mavzusida video darsni o'tamiz. Rejamiz 4 savoldan iborat. Biznesni tadqiq etish usullari fan va o'quv kursi sifatida kursning tuzilishi va uning iqtisodiy fanlar tizimida tutgan o'rni hamda boshqa o'quv fanlari bilan bog'ligi. 3-chi savolimiz kursning bozor iqtisodiyoti sharoitida va islohotlar talabiga xos vazifalari. Va oxirgi savolimiz O'zbekistonda biznesni rivojlanish to'g'risidagi qonunlar, farmonlar va nizomlar bo'yicha rejamizni tuzib berdik. Hozirgi zamonaviy iqtisodiy sharoitda har qanday korxona yoki tashkilot faoliyatini samarali tashkil etish uchun ilmiy asoslangan tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, biznes jarayonlarini to'g'ri tahlil qilish, muammolarni aniqlash va ularni hal qilishda ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanish zarur hisoblanadi. Biznesni tadqiq etish usullari fani aynan shu jarayonlarni o'rganadi. Bu fan biznes faoliyatini tahlil qilish, ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash hamda ularning asosida to'g'ri boshqaruv qarorlarini qabul qilish usullarini o'rgatadi. Birinchi savolimiz biznesni tadqiq etish usullari fan va o'quv kursi sifatida. Biznesni tadqiq etish usullari bu biznes muammolarini ilmiy asosda o'rganish, tahlil qilish va amaliy qarorlar qabul qilishda xizmat qiluvchi fan hamda o'quv kursidir. U iqtisodiyot, menejment, marketing va moliya sohalaridagi masalalarni tadqiqot metodlari orqali hal qilishni o'rgatadi. Fan sifatida biznesni tadqiq etish usullari bu biznes jarayonlaridagi muammolarni aniqlash va ularni ilmiy asosda tahlil qilishni, ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va talqin qilishni, miqdoriy va sifat tadqiqot usullaridan foydalanishni, tadqiqot natijalarini asosida xulosalar chiqarish va tavsiyalar ishlab chiqishni o'rganadi. Fan sifatida biznesni tadqiq etish usullari ilmiy nazariy bilan amaliyotni bog'laydi va biznes qarorlarining ishonchligini oshirishga xizmat qiladi. O'quv kursi sifatida mazkur fan talabalarni mustaqil tadqiqot olib borish ko'nikmalariga ega qilishni, tadqiqot rejasini tuzish, gipoteza qo'yish va tekshirishni, so'rovnoma va intervyu savollarini ishlab chiqishni, statistik dasturlar yordamida ma'lumotlarni tahlil qilishni, ilmiy va amaliy hisobotlar tayyorlashni maqsad qiladi. Biznesni tadqiq etish usullari menejer va tadbirkorlar uchun asosli qaror qabul qilish imkonini beradi. Bozor tendensiyalarini aniqlash va bashorat qilishda yordam beradi. Raqobat bardoshligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Endi kursning tuzilishi va uning iqtisodiy fanlar tizimida tutgan o'rni hamda boshqa o'quv fanlari bilan bog'ligini savolini ochish uchun
biz shu kursni tuzilishini ko'rib chiqishimiz kerak. Shu kursni o'rganish davrida biznesni tadqiq etish usullari, fanlik predmet va vazifalarni o'rganamiz birinchi mavzumizda. Ikkinchi mavzum biznesni tadqiq etish, tasvir qilish deb nomlangan. Uchinchi mavzumuz biznesni tadqiq etish usullari tanlash bo'yicha bag'ishlangan. Ham biznesda raqobat ustunligini ta'minlash konsepsiyasini o'rganamiz. Biznesni jarayonni tahlil qilishda axborot tizimlarini, firmaning biznes faoliyatini strategik rejalashtirishni, ham kursimizni tuzilishga raqobat bozorning jozibadorligini tahlil qilish va talabni o'rganish, biznesda bozor konjunkturasini o'rganish asosiy yo'nalishlari, firmaning ichki va tashqi bozordagi biznes strategiyasini tanlash bo'yicha savollarni o'rganib chiqamiz. Hamma bu savollar kursni tuzilish strukturasiga kiryapti. Mazkur kurs iqtisodiy fanlar tizimida integratsion fan hisoblanadi. U nazariy iqtisodiy bilimlarni amaliyot bilan bog'lab, ularni real biznes muammolarini hal etishda qo'llash imkonini beradi. Ayniqsa, iqtisodiy qonuniyatlarni empirik tekshirishda, bozor va korxona faoliyatini tahlil qilishda, boshqaruv qarorlarining samaradorligini baholashda muhim ahamiyatga ega. Boshqa fanlar bilan bog'ligini ko'rib chiqamiz. Biznes tadqiq etish usullari quyidagi fanlar bilan chambarchas bog'liq. Masalan, iqtisodiy nazariya fanimiz bilan tadqiq uchun nazariy asos va tushunchalarni beradi. Iqtisodiy nazariya fanimiz. Mikroiqtisodiyot va makroiqtisodiyot fani bozor va iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilishda qo'llaniladi. Bu fan bilan ham bizning fanimiz juda chuqur bog'liq. Statistika va ekonometrika fani bilan ham bog'ligi bor. Statistika va ekonometrika ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilishning asosiy vositalarini ta'minlaydi. Marketing fani bozor tadqiqotlarini va iste'molchi xulqini o'rganishda muhim. Biznesni tadqiq etish usullari fani menejment, moliya, buxgalteriya, hisobotli fanlar bilan ham bog'ligi bor. Menejment fani boshqaruv qarorlarini asoslashda tadqiqot natijalaridan foydalanadi. Moliya va buxgalteriya hisobi fani moliyaviy ko'rsatkichlarni tahlil qilishda tadqiqot usullarini talab qiladi. Xolos, bu kurs talablarga tizimli fikrlashni shakllantirib, boshqa iqtisodiy fanlardan olingan bilimlarni yagona amaliy platformada birlashtiradi. Kursning bozor iqtisodiyoti sharoitida va islohotlar talabiga xos vazifalarni ko'rib chiqamiz. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanish asosida quyidagi muhim ijtimoiy iqtisodiy vazifalar hal qiladi. Birinchidan, ichki bozorni zarur tovar va xizmatlar bilan to'ldirish. Iqtisodiyot tarkibiy tuzilishini o'zgarishning, yangi ish o'rinlarini yaratishning, aholining bandligini va daromadlarini oshirishning muhim omili va manbai bo'lib xizmat qilish. Ikkinchidan, o'zining harakatchanligi, bozor konjunkturasi o'zgarishlarini moslashuvchanligi va kam sarmoya talab qilish hisobiga ishlab chiqarishni
tez modernizatsiya qilish, ishlab chiqarayotgan mahsulot va ko'rsatilayotgan xizmat turlarini yangilash. Uchinchidan, mulkdorlar o'rta sinfini shakllantirish asosida mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy barqarorlikni ta'minlashga erishish. Shu boisdan mamlakatimizda mustaqillik yillarida xususiy mulk, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni quvvatlash, tadbirkorlik faoliyatini erkinligi kafolatlarini yaratish, ular huquqini himoya qilish borasida qonunchilikni mustahkamlash, bozor infratuzilmasini shakllantirishga qaratilgan qaror ishlar amalga oshirildi. To'rtinchi savolimiz: O'zbekistonda biznesni rivojlantirish to'g'risidagi qonunlar, farmonlar va nizomlar bo'yicha bag'ishlangan. Savolga shu belgilangan soliq stavkasi miqdori sezilarli darajada kamaytirildi. Ayrim jarima turlari butunlay bekor qilingan. Hozirgi davrimizga biznes sohasida davlatning aralashuvini cheklashga qaratilgan ishlar davom etmoqda. Biznes subyektlariga nisbatan har qanday sanksiya faqat sud qarori bo'yicha qo'llanishi ustidan monitoring olib borilmoqda. Moliya, soliq va statistika hisobotlarning barcha shakl hamda muddatlari keskin qisqartirildi. Rivojlanishning eng asosiy yo'nalishi hozir kichik va o'rta biznesga kredit ajratish va moliyaviy yordam berish, o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun faoliyat turlarini kengaytirish, tadbirkorlik subyektlari uchun ma'muriy tartib taomillarni raqamlashtirish, soliq va bojxona ma'murchiligini soddalashtirish. Bu hujjatlar orqali biznes muhitini yanada jozibador qilish va iqtisodiyotda xususiy sektorning ulushini oshirish maqsad qilingan. O'zbekistonda biznesni rivojlanish uchun hududiy baza doimiy takomillashtirilmoqda. Bunda kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, soliq yukini kamaytirish va ma'muriy to'siqlarni bartaraf etish ustuvor yo'nalish hisoblanadi. Asosiy hujjatlar qatorida Prezident farmoni 50-sonli Prezident farmoni bu kichik va o'rta biznes strategiyasi va 306-sonli Prezident qarori kichik biznesni rivojlantirish jamg'armasi kiradi.